Narxini juda ham chiroyli narxga tushirib qo'ydim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Milkombinat hududiga kelganmiz. Bu yerda sotiladigan 308 kilo hovlimiz chiqyapti. Fasad uzunligi 20 metrdan oshiq bo'lyapti. Videoni oxirigacha ko'rsangiz hamma ma'lumotlarni ketma-ketlikda aytib o'tamiz. Lokatsiyani tushuntirishdan boshlayman. Lolan Svetofordan Euromarket tomonga yurganimizda, Milkombinatga 10 tomonga burilganimizda mana karavanchaxona bo'lyapti. Oldindan to'g'ri o'tganimizda Milkombinatga kelib shunday o'ngga burilsangiz, mana oxiridan bitta oldingi hovlimiz bo'lyapti. Hovlimizni mana sangi kattakon to'rtburchak bo'lyapti. Yon tomonida ham joyi bor, orqa tomonida hozduvori ham bo'lyapti. Hop, hovlimizga kirganimizda mana o'ng tomonimizda kafe uslubida qurilgan uylarimiz bo'lyapti. Ichma-ich qilib qurilgan 4 ta 5 ta xonaga mo'ljallab qurishgan ekan. Uyimizga kirganimizda birinchi holimizga kirib kelamiz. To'rtburchak kattakon holimiz. Mana holimizni mana shu yerda ko'rib turgan joylardan to'silsa yana bitta xona bo'ladi. O'ng tomonimizda kattakon bo'lgan zalimiz bo'lyapti. To'rtburchak holatli zalimiz ham. Bu zalimizda ham mana shu ko'rib turgan joyimizdan to'silganda bu tomonimizda alohida bitta xona bo'ladi. Mana tabiiy yorug'likka oynalari ham bor va zalimizni o'sha bo'lingan holatda uzunligi 6 metrdan oshiq joy qolyapti. Bu tomoni ham 6 metrdan oshiq bemalol bitta zal qilsa bo'laveradi. Bu tomonimizda sanuzerimiz joylashyapti. Santexnik montajlari qilingan va bu tomonimizda bo'lsa kattakon bo'lgan spalnimiz bo'lyapti. O'zini tabiiy yorug'likka oynalari ham bor. Orqa tomonimiz hozdvorimiz bo'lyapti. Bu tomonimizda bo'lsa oshxonamiz joylashyapti. To'rtburchak holatda. O'zini panoramli oynalari bor. Santexnika montajlari qilingan, kanalizatsiyalar kiritilgan. Hop, uyimiz 100% pishgan g'ishtdan bo'lyapti. Juda ham baquvvat qilib, fundamentdan tomigacha yaxshi mahsulotlardan foydalanishibdi. Hop, endi bu xonadonimiz narxini eshitib bo'lyapti deb turgan bo'lsangiz, narxini kanallarga 70 mingdan chiqqan ekan, biz gaplashib, qo'ndirib 70 mingga tushirib qo'ydik. Sunnatiga yana ozgina tushib berishadi. Egalarini telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Bemalol kelib ko'rib yoqsa baraka qilishlari mumkin.